G'ururga ketgan obidlar toifasi. Men ibodat qilyapman, boshqalarni ibodatidan ko'ra ko'proq. Lekin bundoq qarasangiz, ko'proq ibodat qilayotgan narsasi nafl namoz bo'ladi, nafl roza bo'ladi, nafl haj bo'ladi yoki shunga o'xshagan narsalar. U bechora johilligidan nafl bilan sunnatni, sunnat bilan vojibni, vojib bilan farzni farqiga bormaydi. Men deydi kechasi buncha rakat namoz o'qiyapman. Shomdan keyin tuhbatir rasul o'qiyman. Choshgohda zuho o'qiyman, boqlayapman deydi. Falonchi payg'ambarning ruhiga o'qigan namozim bor. Odam atoga o'qiyman, mama havoga o'qiyman deydi. Ularning bittasi hech qayerda yo'q. Lekin u g'ururda osmonda yuribdi. Boshqalarni nazar pisand qilmayapti, chunki boshqalar buni o'qimaydi. Ana shunaqa nafl ibodatga berilib, nafl ibodati bilan kerilib, o'zini yuqori qo'yganlarni o'ta johil kishilar deb ataladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ular shu bilan Allohga yaqinman degan da'vosi bor-da. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, Alloh taolo o'zi aytadiki, bandam menga yaqinlashish uchun o'zim unga farz qilgan amallarni qilishchalik ishi yo'q. Alloh bandaga qurbat hosil qilaman desa, Alloh taologa yaqinlik hosil qilaman desa, uni Allohga yaqinlashtiruvchi eng kuchli omil farz ibodatdir. Ana undan keyin vojib keladi, undan keyin sunnat keladi, undan keyin yana keyin vaqti oshib qolsa nafl keladi. Lekin farzni qo'yib, vojibni qo'yib, sunnatni qo'yib, naflga osilib olib, o'sha nafl bilan boshqalardan o'zini ustun qo'yish bu jaholatdan boshqa narsa emas. Imom G'azoliy aytadilarki, ana shu g'ofillarni bittasi tahoratda vasvasaga uchragan bo'ladi deydi. Tahoratni yuvib qilib bo'ttirib to'xtaydida, yo shu yaxshi bo'lmadi, yana boshqa qilaman deydi. Keyin qilib bo'lib, bu suvda shak bor, boshqa bir suv topinglar deydi-da, yana alohida boshqa suvda qiladi. Mana shunday qilib deydi, gohida farz namozni vaqtini ham o'tkazib yuboradi. Vaholanki Rasul akram alayhisolatu vassalam muyassar bo'lgan suvda qilganlar. Tohir suv bo'lsa bo'ldi, pok suv bo'lsa bo'ldi. Lekin u g'ururga ketganidan men hammadan yaxshi tahorat qilishim kerak, hammadan ustunman deganida o'zini o'zi qiynash bilan birga boshqalardan o'zini ustun qo'yadi. Shariatga xilof qilib turib bu ishni qiladi. Agar o'sha g'ururga ketgan deydilar Imom G'azoliy, muazzin bo'lsa, dunyoda mendan ko'ra yaxshi namozni xizmatini qilayotgan yo'q. Agar men azon aytmasam, boshqalarning namozi emas deydi. U masjidda azon aytishni onasini mahrga tushgandek o'ziniki qilib olgan. Mabodo deydilar, biror marta kech qolib namozni vaqti o'tib kelayotgan bo'lsa, boshqa bir odamga azon ayttirilsa, o'shini g'irt dushmaniga aylanadi. Otasidan qolgan merosni tortib olgan odamni qandoq dushman ko'rsa, uni ham shunday dushman ko'radi deydilar. Mana shu bundan 600-700 yil burun ulamolarimiz mana shunaqa narsalarni yozishib qo'yibdi. Men o'zim shularni olib kelib o'qib beray deyotgandim. Yana endi sizlarning vaqtinglarni olmaydi deb tezroq bir qisqaroq qilib gapirib bermoqchiman. Hajga boradi. U ham Imom G'azoliyning gapi. Hajga borishda maqsadi odamlar hajga bordi desin deb gap boradi. Boshqa gap yo'q. Borib u yerda ibodatlarni to'liq qiladimi, qilmaydimi, uni ham hisobi yo'q. Kelgandan keyin ham shu. Hoj aka demagan bilan mushlashadi, lekin o'zi bu yoqda nima qilsa, avval nima qilsa, shuni qilib yuraveradi. Balonchilar 2 marta bordi, men 6 marta bordim deydi. Ya'ni borgan sonini sanaydi, hojilarni, demak odamlar hoji desin degan gapni oldinga suradi deydi. Bu ham g'urur, bu ham adashish, bu ham noto'g'ri bir gap.